Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz qand kasalligidagi asoratlarda, qand kasallik asoratida uchraydigan ortopedik kasalliklar bo'yicha suhbatlashamiz. Bu qanday kasallik? Bemorlarda surunkali ravishda uzoq vaqt davomida ortopedik saharli diabet bilan xastalangan bemorlarda oyoq kaftining patologik sinishlari, ya'ni diabetiskiy artropatiya, stapasharkol kuzatiladi. Stapasharkol qanday kasallik? Bu qon tomirlarida ozuqani yetib bormaslik hisobiga suyaklarda yemirilishlar, suyaklarda patologik sinishlar hosil bo'ladi. Bu patologik sinishlar bemorlarda harakat cheklanishi, yurganda og'riq, shishlar va oyoq kaftining o'qini va balandlik, svot deymiz, o'sha balandligini buzilishi bilan kelib chiqadi. Shuning uchun shu kasallik natijasida bemorlarda og'riq, harakatlar cheklanadi. Bemorlarda biz Andijon viloyat travmatologiya ortopediya shifoxonamizda bu kasallikni hozirda bir necha kasallarda davolab natijalarga erishmoqdamiz. Bu kasalliklarda o'sha patologik siniq o'chog'ini yopiq yoki ochiq usulda davolanadi. Yopiq usulda siniq o'sha patologik sinig'iga qarab turib, bundagi so'rilishlariga qarab turib belgilanadi. Bir necha turi bor. O'sha turlarga qarab turib ochiq yoki yopiq qilinadi. Yopiq usulda apparat Elizarov yordamida qilinadi. Ochiq usulda esa bo'g'imlarni harakatini tiklash maqsadida suyaklarni bir-biriga harakatlarda artrodez qilinib harakatlar cheklanadi. Shu bemorlar hozirda davolangandan keyin harakatlar to'liq tiklanib, o'z ish faoliyatiga qaytishyapti. Shuning uchun bemorlardan iltimos qilib qolamiz. Oyog'ida shu kasalliklar hosil bo'lgan bo'lsa, shishlar, oyoq kafti sohalarida, tovon sohalarida shishlar yoki qizarishlar yoki o'sha o'qini buzilishi, oyoq kaftining gumbazini pastlab ketishlari yuzaga kelayotgan bo'lsa, darhol bizga murojaat qiling. Biz buni tekshirib, o'z vaqtida erta aniqlangan kasallikni operatsiyasiz, jarrohlik amaliyotsiz bemalol davolasa bo'ladi. Kech kelingan, shunaqa vaqtida uchramagan bemorlarda patologik siniqlarda va so'rishlarda yuzaga kelishlari bu og'ir darajalardagi o'tib ketilganda jarrohiy amaliyot qo'llanishga to'g'ri keladi. Shuning uchun erta murojaat qilingan bu kasalliklarni jarrohlik amaliyot o'tkazmasdan ortopedik moslamalar, gipsli bog'lamlar yordamida bemorni oyog'ini qayta tikalash mumkin.